Qorinni shu darajada kiradi deb o'ylamagandim. Qornim yaxshigina bor deb 5 ta bolani tug'gandan keyin klassikaga kirib ancha kirgizib oldim. Ham vес tashaganman shundan, ishonasizmi? 72 bo'lganman-da, klassikaga lasingizni kiyib 65 ga tushganman. Idealni 55 ga tushmoqchiman. Inshaalloh bundan 3-siga o'tganimdan keyin zakaz beraman. O'zi M bahosi S XL dan zakaz qilaman. Rahmat sizga Xonzoda, baraka toping. Men o'zi hijobdaman-da endi. Men kiyimlarni qarang, keng bo'lib qolgan. Sal keng kiyardim. Ashqa qilib qo'ydinglar. O'zi 52 kiyardim, 50 qilib qo'ydinglar. Rasmiyman qarang. Ko'rganlar bu hozir ana birovni kiyimi kiyganga o'xshab qoldim. Kengligini qarang. Ancha keng bo'lib, qancha. Ana. Birovni kiyimi kiyganga qilib qo'ydinglar. Kiyimlari ancha keng bo'lib qoldi. Ko'rganlar ancha ozibsiz deyapti-da. Shuna qorinni qarang, yo'q. Qorindan asar yo'q. Qora kiyim bo'lganiga emas, umuman hamma kiyimimda umuman ko'rinayotgani yo'q. Qorin asari qolmay. Va qoringiz ketibdimi deb hamma gapirdi. Hammaga qorinni ko'targ'ina, Fulak Varvanikni kiyib olganman, Xonzodani